Assalomu alaykum. Tasavvur qiling. Sizga bir mo'jizaviy tabletka taklif qilishdi. Uni ichishingiz bilan xotirangiz keskin kuchayadi. Teringiz yosharadi. Immunitetingiz esa po'latdek mustahkam bo'ladi. Kayfiyatingiz ko'tarilib, stress chekinadi. Fikrlaringiz tiniqlashadi. Eng asosiysi, bu dori mutlaqo bepul va hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q. Siz uni qabul qilarmidingiz? Albatta. Lekin gap shundaki, bu vosita allaqachon hayotingizda bor. Bu uyqu. Biz insonlar umrimizning qariyb 3dan 1 qismini, ya'ni taxminan 30 yilini uxlab o'tkazamiz. Ko'pchilik buni boy berilgan vaqt deb hisoblaydi. Ammo bugun biz siz bilan bu noto'g'ri tushunchani butunlay parchalaymiz. Aslida uyqu vaqtni emas, aynan hayotingizni qanday saqlab qolishi haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilik uxlasam tanam dam oladi, miyam o'chadi deb o'ylaydi. Bu eng katta noto'g'ri fikrdir. Siz orom olayotganingizda miyangiz uchmaydi, aksincha, u eng muhim va mas'uliyatli ishini boshlaydi. Kun davomida miya hujayralari orasida zaharli oqsillar va chiqindi moddalar to'planadi. Agar bu chiqindilar o'z vaqtida tozalanmasa, xuddi axlat olib chiqilmagan shahar kabi butun tizim ishdan chiqadi. Olimlar buni glimfatik tizim deb atashadi. Bu miyaning yashirin kanalizatsiya tizimidir. Faqatgina chuqur uyqu paytida miya hujayralari biroz kichrayadi va maxsus suyuqlik bu zaharli chiqindilarni yuvib tashlaydi. Aynan shu jarayon bizni kelajakda Alzheimer kabi og'ir xastaliklardan himoya qiladi. Keling raqamlarga nazar tashlaymiz. Agar inson muntazam ravishda 5 soatdan kam uxlasa, uning yurak xuruji xavfi 50% ga oshadi. Saraton hujayralari bilan kurashuvchi tabiiy qotil hujayralar faolligi esa 70% ga pasayib ketadi. Bilasizmi, 17 soat davomida uxlamagan odamning reaksiyasi qonida alkogol bor mast odamning harakati bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun uyqusiz haydovchi ko'pincha mast haydovchidan ham xavfliroq. Endi esa eng sirli nuqtaga o'tamiz. Tushlar. Nima uchun biz g'alati tushlar ko'ramiz? Tushlar bu miyaning simulyatsiya rejimidir. Uyqu paytida miya ma'lumotlarni saralaydi, keraksizlarini o'chiradi, muhimlarini esa uzoq muddatli xotira javoniga joylaydi. Hatto Mendeleyevning elementlar jadvali yoki Paul McCartneyning mashhur Yesterday kuyi ham aynan uyqu mahsulidir. Chunki tush ko'rayotganimizda miyadagi mantiqiy cheklovlar o'chadi, ijodiy erkinlik esa cho'qqisiga chiqadi. Buning sababi shundaki, tushlar bu miyamizning ichki trening maydoni. Uyqu paytida miya kun davomida olingan ma'lumotlarni saralaydi, keraksizlarini o'chiradi, muhimlarini esa uzoq muddatli xotiraga joylaydi. Bu yerda juda muhim tushunchaga kelamiz. RAM. Kompyuterda RAM degan narsa borligini eshitgansiz. RAM bu tezkor xotira. Kompyuter ishlayotgan paytda barcha vaqtinchalik ma'lumotlar RAMda saqlanadi. Kompyuterni o'chirsangiz, RAM tozalanadi. Inson miyasi ham xuddi shunday ishlaydi. Kun davomida biz ko'rgan, eshitgan, o'ylagan barcha ma'lumotlar miyamizning biologik RAM qismida saqlanadi. Uyqu aynan shu RAMni tozalash va tartibga solish jarayonidir. Agar siz uxlamasangiz, miya RAMi to'lib ketadi. Natijada diqqat susayadi, yangi bilimlar joylashmaydi, xotira ishlamaydi. Shuning uchun uyqusiz odam miyam ishlamayapti deydi. Bu metafora emas, bu haqiqat. Bu shuni anglatadiki, uyqu tanlov emas. Bu biologik majburiyat. Xo'sh, bugungi zamonda bizga nima xalaqit beryapti? Birinchi raqamli dushman telefon. Uning ekranidan taraladigan nurlar miyaga hozir kunduz degan yolg'on signal yuboradi. Natijada eng muhim uyqu gormoni melatonin ishlab chiqilmaydi. Sifatli uyqu uchun Infokadamdan bir nechta oddiy tavsiyalar. Birinchidan, yotoqxonangiz salqin bo'lsin. Ikkinchidan, mutloq qorong'ulikni ta'minlang. Uchinchidan, yotishdan 1 soat oldin telefonni chetga qo'ying. Azizlar, uyqu bu dangasalik emas. Bu ertangi muvaffaqiyatingiz uchun qilingan eng oqilona investitsiyadir. Bugun kechasi o'zingizga bir sovg'a qiling. Telefonni o'chiring va miyangizga yuvinishi uchun imkon bering. Siz sutkasiga necha soat uxlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu Infokadam edi. Qadamingiz shahdam, uyqungiz oromli bo'lsin. Obuna bo'lishni, like bosishni va do'stlarga ulashishni unutmang.